Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz disleksiya turlari, disleksiyani bartaraf etishda logopedik ta'sir metodikasi deb nomlanadi. Mavzuyimizning quyidagi rejalari mavjud. Birinchi, disleksiya turlari, disleksiya nutq kamchilik bartaraf etishda logopedik ish, artikulyatsiya mashqi hamda disleksiya nutq kamchiligida fonematik idrokni rivojlantirish kabi mavzularni rejalarni o'z ichiga qamrab olgan. Ma'lumki, disleksiya nutq kamchiligi bu disleksiya, ya'ni nutqning qisman buzilishi hisoblanib, bu bog'cha yoshidagi bo'lgan bolalarda hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan asosiy nutq kamchiliklaridan biri sanaladi. Disleksiya nutq kamchiligi turlarini ochib o'rganadigan bo'lsangiz, bularda biz sigmatizm, parasigmatizm, lambatizm, paralambatizm, rotatizm, pararotatizm kabi tushunchalarga duch kelamiz. Bular nimalardan iborat va bularning mazmuni nimalardan iborat ekanligini anglab yetishimiz uchun albatta biz disleksiyaning tarixiga nazar tashlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bilamizki, disleksiya nutq kamchiligini o'rganishda bir qancha olimlarimiz o'z hissasini qo'shgan bo'lib, bugungi kunda ushbu olimlarning olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlariga tayangan holda biz bugungi kunda disleksiya nutq kamchiligiga bo'lgan bolalarda kuzatilayotgan ayrim tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilib bormoqdamiz va yaxshi natijalarga erishmoqdamiz. Disleksiya turlarini ochib o'rganadigan bo'lsak, bizning bir qancha olimlarimiz tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari, izlanishlar va tadqiqotlarni taqqoslash natijasida disleksiya turlari aniqlangan. Bilamizki, nutqda s tovushining mavjud emasligi yoki s tovushining barcha tovushlar ayrim tovushlar bilan almashtirilishi bu ma'lum bir ta'rifga, ya'ni terminga ega. Demak, s tovushining nutqda mavjud emasligi bu sigmatizm, boshqa tovushlarning almashtirishi esa parasigmatizm deyiladi. Ushbu sigmatizm, parasigmatizm, rotatizm, pararotatizm, lambatizm, paralambatizm kabi tushunchalarni, turlarini aniqlashda va o'rganishda albatta bizning korreksion ish tizimimizga yaxshi natija beradi. Endi disleksiyani bartaraf etishda esa olib borilayotgan barcha logopedik ish ta'sir tamoyillari ana ushbu turlarni aniqlagan holda biz bolalarda nutqida kuzatilayotgan tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni aniqlashga va ularni bartaraf etishga yordam beradi. Demak, bunday ishlarni nimalar olib boramiz? Demak, disleksiya nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalar logopedik ish tizimini tashkil qilishda avvalambor bolalarda artikulyatsion mashqlarda ishlar olib boriladi. Artikulyatsion mashqlarda esa butun nutqiy nafas, ovoz hamda til, lab, yumshoq-tangli harakatchanligini faollashtirishga qaratilgan artikulyatsion mashqlardan iborat. Hamda artikulyatsion mashqlarni olib borgandan so'ng biz disleksiya nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarning fonematik idrokni rivojlantirishga oid korreksion ish tizimini tashkil qilamiz. Bilamizki, fonematik idrok bu ya'ni eshitib idrok qilish, ya'ni nutqiy va nutqiy bo'lmagan tovushlarni bir-biridan farqlashga o'rgatish orqali biz bolalarda nutqida kuzatilayotgan tovushlarni bartaraf etishga, bartaraf etilgan tovushlarni esa keyinchalik yozuv nutqiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatish yo'llari aniqlanadi. Bu esa keyinchalik disleksiya nutq kamchiligiga bo'lgan, ayniqsa maktab yoshidagi bolalarda esa maktab ta'limiga nuqsonsiz, ya'ni hech qanday nuqsonsiz maktab ta'limiga chiqib ketishiga va maktab dasturini o'zlashtirib olishiga yordam beradi.